Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar va maktabgacha maktab ta'limi tizimida faoliyat olib borayotgan pedagog xodimlar. Yurtimizda qadriyatlarning boqiy bo'lsin Navruz shiori ostida tadbirlar keng nishonlanmoqda. Sizlarni barchangizni kirib kelgan nafosat va go'zallik ramzi bo'lmoq Navruz ayyomi bilan chin qalbimdan muborakbod etaman. Barchangizga uzoq umr, sihat, salomatlik, dasturxoningizda qut baraka, tinchlik, xotirjamlik tilab qolaman. Yurtimiz ravnaqi va xalqimizning farovonligi yo'lida amalga oshirayotgan ezgu ishlaringizga omad yor bo'lsin. Davramizga marhabo, kulib o'ynaymiz. To abad bayramda birga quvnaymiz. Baxt bahori kulsin bizning jahonda. Navruz boqiy bo'lsin O'zbekistonda. Ezgu tilaklarim guldasta bo'lsin. Dildagi so'zlarim dildasta bo'lsin. Baxt va omad sizga payvasta bo'lsin. Bugungi bayramingiz muborak bo'lsin.